Kamera qo'yildimi? Mana qaranglar, mana Marg'ilon City'da. Mana gullarni qarang. Mana gullarni qaranglar. Bu qanday qilib yasagan bularni, maladesi. Mana qarang. Barakallah. Mana ularni mana zashat qilib yopib qo'yibdi ustini shu gullarni. Shunaqa go'zal gullarni tezroq qarib ketmasin avtoda kuymasin deb yopib qo'yibdi. Qarang, mana bozor bo'lyapti ekan Marg'ilon City'da, bu targ'ov muajma bo'lar ekan. Targ'ov bo'lar ekan shular bari. Mana gastinsa bo'lsa kerak. Gullarni ochig'ini oldim. Ochig'ini ham oldim, uni o'ydi. Onalarni bir qarang, zashitda qilib qo'yibdi, zashitda. Bu gullarni qanaqa qilib ansambl qilganini qarang. Ansambl qildi. Bularga tan berish kerak. O'rtoqlar, mana gulni qaranglar. Qada qila oladi shuni, o'rtoqlar, qada qila oladi. Barakallah, barakallah. Qo'ling dard ko'rmasin. Mana qaranglar, mana City'ni qaranglar. Mana qurgan o'zimizda eski Marg'ilon uylarini qilib qo'yibdi. Qarang, bu ayvonlarni qaranglar. Ayvonlarni. Bular bari targoviy majmua bo'lar ekan. Bari savdo do'konlar bo'lar ekan. Bunaqa yerda faqat O'zbekiston qila oladi bular. Boshqa yerda hayotda ham qila olmaydi bular. Barakallah. O'zini milliyligini ko'rsatib qo'yibdi-da. Mana milliylik, mana o'zbekchilik, qadim bizni odamlarimizni yashash tarzini yangicha qilib ko'rsatib qo'yibdi. Qaranglar. Bular bari savdo majmualari bo'lar ekan. Savdolar bo'lar ekan shular. Mana shu hoji akalar bilan ziyoratga keldik. Allohning rozi bo'lsin. Mana qilib mana videolarni ko'ringlar. Mana bizga Azizullo hoji mana operatorlik qilib bizni olib qo'yapti. Barakallah, rahmat. Mana ularni qarang, mana menimcha bu gastinsa bo'ladi, xudo xolos. Ono zal. Mana qarang. Barakallah. Bular bari magazinlar bo'ladimi endi? Ular savdo majmualari bo'ladimi? Do'konlar. Ko'ryapsizlarmi? Mana turistni chaqirish, turistlarni taklif qilish. Ana. Mana bizni hojimiz tan beryapti, mana meni hunarimda shular deyapti. Meni hunarimni shu yerga chiqarib qo'yibdi deyapti. Mana turistlarni jalb qilish. Mana shunaqa bo'ladi. Hadi turist degandan ko'ra 10 marta, 100 marta degandan 1 marta ko'rsatib qo'yishdi bular. Mana ko'ryapsizlar. O'ymakorlarni qarang, o'ymakorlar. Bu o'zimizda milliylik qo'yishibdi o'rtoqlar. Ha, gullarni qarang, bu yerda siz necha yil kelib qo'ygansiz? Kelgan odam 74 xursand bo'lib ketadi. Mana endi xudo xolasa, mana tomni qaranglar, tomni qilib qo'yganini qaranglar. Mana masjid bo'lsa kerak. Mana shunday katta bozorda masjid ham qurib qo'yibdi. Ana musulmonchilik. Mana 10 marta musulmonman degandan ko'ra 1 marta amalda ko'rsatib qo'yishdi bular. Mana endi turistlar kelmaydi deysizmi? Rosa turistlar keladi bu yerga. Yopirilib keladi bu yerga hali. Mana masjid qaranglar. O'zimiz Samarqandda hali minoralarini olib kelib o'rnatib qo'yishibdi bular. O'rtoqlar, barakallah. Mana hoji akalar hammamiz Alloh taolo qilgan mehnatlariga rozi bo'lsin. Shu hunarmandlarga rahmat. Shu hunarmandlarning qilgan ishlarini qarab, qoyil qolasan.
Mana hoji aka hammamiz qoyil qoldik. Rahmat. Endi Marg'ilonga ham poda turistlar kiradi, xudo xolasa. Bahramjonga. Oo, ne yoqda? Mana hoji aka ham bizga rosa olib qo'yapti. Mana, mana qarang, bolalarni oqibatini ko'ryapsizlarmi? Oqibatini qaranglar bularning oqibatini. Mana kelib o'zlari taklif qilyapti, olib qo'yasizlardi deb. Barakallah. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Normal bo'ylar. O, nolar qarang, mashinalarni qaranglar. Bu har xil. Böyle oluyorsun ha. Ko'p qo'yib bana.